Siz insoniyat jamiyatiga eng cho'ng to'kib qo'shgan qahramon hayvonning qaysi ekanligini bilamsiz? Tabiat dunyosida nurg'ulg'an hayvonlar bor. Ba'zilarimizdan qahramon hayvon qaysi deb so'ralsa, shir yoki yo'lbars deb javob beramiz. Undaqda insoniyat jamiyati uchun eng cho'ng to'kib qo'shgan qahramon hayvon zoti qaysi? 6-si begelchon, ya'ni begishti. Begishti bo'lsa meditsinada eng ko'p tajriba qilinadigan ish turi. Chunki begishti bilan insonlarning biologiyalik aloyligi intayin o'xshashqa, oldingi asrning 50-yillardan boshlab u tajriba uyiga opirilib, hozirgi biz ishlatadigan dora yoki ukul qatorliq tajribalarga ishlatilgan. Mundaq deganda biz hozir ishlatayotgan dorilarning ko'pinchisi balkim begishti bizga oldin sinov qilib bergan dorilar bo'lishi mumkin. Shunga ishlarning ichidagi qahramon ish qaysi deyilsa, ishkilanmasdan begishtini deyishga bo'ladi. 5-si Ganga daryosi maymuni. Ganga daryosi maymuni gen qurilmasining insonlar bilan o'xshashlik darajasi 94% ga yetadi. Shunga u vaksin tajribasi va tadqiq qilish jihatda eng avvalgi tajriba obyekti bo'lgan. Har qitim insonlar yangi dori va vaksinalarni sinov qilgan chaqda eng avval bu xil maymunning teniga virusni kirgizib, ondan uning vaksina urib sinaydi. Agar maymun bunga bardoshlik bergan bo'lsa, ikkinchi qitimliq sinoqqa qatnashadi. Toki maymun bardoshlik berolmagan qadar tajriba obyekti bo'ladi. Meditsina jihatdan boshqa olimlar yana bu xil maymunning psixik tajribasiga qatnashgan. Garchi bunday qilish yilg'an nurg'ulg'an maymunlarning o'lib ketishini keltirib chiqasimi, ammo bu vositalik holda nurg'ulg'an insonlarning hayotidan ayrilishini to'sib qolgan. 4-si toshqon. Toshqonning kasallik o'zgarishi insonlarnikiga intayin o'xshaydi. Shunga u tajriba obyekti bo'lishdek bu ishdan qutula olmagan. Biz odatda turmushimizda ishlatadigan teri asrash buyumlari yoki girim buyumlarining hammasi toshqonning badanida tajriba qilingan. Bunday qilishdagi maqsad bo'lsa, biz tajriba qilib chiqqan girim buyumlari odam badani terisiga nachar ta'sir bormi yo'qligiga hukm qilish uchun. Uningdan boshqa toshqonning fiziologiyalik qurilmasi, metabolizm mexanizmi insonlarniki bilan o'xshib ketadi. U biologiyalik dori sohasidagi muhim tajriba hayvon bo'lib, vaksina tadqiq qilib ichish, dori bexatarligini tekshirish, irsiyat kasalligini tadqiq qilish, biologiyalik dori qatorliqlarda intayin cho'ng rol o'ynagan. 3-si Jonxaxo. Bu bo'lsa dunyodagi eng qadimgi jonliqlardan birisi. Ular dinozavrning bosh ko'tarishi va halok bo'lishi guvohchi bo'la oladi. Hamda insonlarning tadrijiy taraqqiyotiga guvohchi bo'la oladi. Ammo u hozir insonlar sababidan yo'qolish girdobiga berib qolmoqda. Chunki uning badanidagi oz miqdordagi ko'p qon meditsina sohasida vaksina tajribasiga ishlatilgan bo'lib, insonlarning meditsina sohasiga intayin cho'ng to'p qo'shgan. Mundaqchi deganda har birimiz o'g'il sag'izganda bu jonliqning to'kpisi bor deb qarasak bo'ladi. Lekin bunday qilish uchun insonlar bu jonliqni keng ko'lamda o'g'ilgan. Keyin garchi bunday qilsa bo'lmaydiganligini bilib, uning 3dan bir qism ko'k qinini ilib dengizga qo'yib etgan bo'lsa-mu, lekin ular ko'payish iqtidoridan ayrilib qoldi ekan. Shunga ularning soni shiddat bilan tuvalab ketgan. Ikkinchisi paybovchan. Ishit gap qilolmaydi, ammo u o'zining burni orqali nurg'un kishilarni nurg'un xavf-xatardan saqlab qola oladi. Chunki ularning prosesmi insonlarning necha hassidan ortiq bo'lib, har xil biz bilolmaydigan narsalarni purab topa oladi. Shu sababdan u jamiyatga ziyon ilib kelgan narsalarni hamda shu xil odamlarni tepishda bek cho'ng rol o'ynagan. Garchi hozir fan texnika taraqqiy qilib narsa izlash jihatda nurg'ulg'an ilg'or uskunalar chiqqan bo'lsa-mu, ammo texnik uning o'rnini ola olgani yo'q. U o'zining jindan voz kechib insonlarni qutqiza oladigan qahramon ish. Birinchi oqchashqon. Odamlar garchi uni oqchashqon deb atasimi, lekin uning qora rangligi va boshqa xildiklari bor. Uning insonlar bilan bo'lgan gen qurilmasining o'xshashlik darajasi 90% ga yetadi. Garchi uning tajriba qilishdagi o'lchami Ganga daryosi maymuniga yetmasa-mu, lekin uning bahosi arzon, tajriba tanarxi bir qadar to'van. Shu sababdan u 90% dan ortiq tajribadagi oldin tanlash bo'lib qolgan. Uning meditsina sohasida insonlar qo'shgan to'kpisi haqiqatan tilg'ilish darajasida.